Zamonaviy ta'lim jarayoni, yangi pet texnologiyalar va innovatsion usullar, o'qituvchilar, o'quvchilar fikri. Bular ta'lim va taraqqiyot eshittirishida. Qadrli muxlislar, oliy o'quv dargohlari butun dunyoda jamiyatning eng nufuzli ustunlaridan bo'lib, global bilimga asoslangan iqtisodiyot uchun o'sishning asosiy tayanchi bo'lib xizmat qiladi. Oliy o'quv yurtlari yangi g'oya va kashfiyotlar, texnologik yutuqlar manbai hisoblanadi. Jahonda oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi raqobat kurashi va top reytinglari yuritilishi oliy ta'lim muassasalarining raqobatbardoshligini oshirishning marketing strategiyalaridan samarali foydalanish bo'yicha izlanishlar olib borish dolzarbligini belgilaydi. Xalqaro tajribaga ko'ra, dunyodagi nufuzli universitetlar faoliyatining asosiy bosh mezonini akademik nufuzi, ilmiy tadqiqot faoliyatining natijadorligi va kadrlar sifati belgilab beradi. Prezidentimiz ta'kidlaganidek, ta'lim sifatini oshirish yangi O'zbekiston taraqqiyotining yagona to'g'ri yo'lidir. Inson kapitali sifatini oshirmasdan turib, keyingi iqtisodiy o'sishni ta'minlash qiyin kechadi. Shu bois zarur kuch va resurslarni ta'lim sifatini oshirishga, malakali kadrlar tayyorlashga yo'naltirish nafaqat bugunning, balki ertaning ham ustuvor vazifasi sanaladi. Qadrli muxlislar, hozir Chirchiq davlat pedagogika universiteti matematika va informatika fakulteti o'qituvchilari bilan bo'lib o'tgan suhbatni e'tiboringizga havola etamiz. Suhbatni jurnalist Nilufar Abduhamid qizi olib boradi. Men matematika o'qitish metodikasi va geometriya kafedrasi o'qituvchisi Ergashev Niyozxon bo'laman. Xush kelibsiz studiyamizga. Bilasizmi, matematika bu fanlarning qiroli deyishadi-da. Matematika fanida faoliyat yuritish, mehnat qilish, yosh talabalarga barkamol avlodga ta'lim-tarbiya berish katta bir mas'uliyatli vazifa. O'qituvchi bo'lish ham juda bir sharafli, mashaqqatli soha hisoblanadi. Demak, mana shu sohaga kirib kelishingiz, mana shu universitetdagi faoliyatingiz haqida. Shu matematika fanlarning shohi deyiladi. Barcha fanlarning ustozi, yetakchisi hisoblanadi. Endi matematikaga kirib kelishimga va asosan o'z pedagogikaga kirib kelishimga bobomlar sababchi bo'lgan. Bobomlar o'zlari tarix fanlari o'qituvchisi hisoblanadi. Ular shu yoshligimizdan harakat qilganlar o'zlarini kasblarini bizga singdirishga, pedagog sifatida shakllantirishga va aynan o'sha tarix fani bo'yicha tayyorlashga harakat qilganlar, lekin har bitta odamni boshqa fanlarga nisbatan alohida qiziqishi, o'rganishga bo'lgan moyilliklari bo'lar ekan. Biz ham shu matematikaga bo'lgan qiziqishlar ustunlik qilgan, shuning natijasida aynan o'sha tarix faniga emas, matematika faniga qarab burilib ketishga sababchi bo'lib qolgan bu qiziqishlar. Eslayman, shu yoshlik davrlarimizda, maktabda o'qib yurgan paytlarimizda buvamlar bilan asosan maktabdan keyin tarix fani bo'yicha ko'plab savol-javoblar qilib, savol-javoblarda qatnashardik. Lekin qanaqadir qiziqishlar tarixdan ko'ra matematikaga, informatikaga bo'lgan qiziqishlar ustunlik qilaveradi. Shu maktabni bitirgungacha bu qiziqishlar o'zini ustunligini ko'rsatishni boshladi. Matematikani tanlashga bo'lgan qiziqishlar va o'sha maktabni bitirgandan keyin akademik litseyga o'qishga topshirdik. Litseylarda ixtisoslashtirilgan bo'lgandan keyin qaysidir yo'nalishlarni tanlashga to'g'ri keladi. Endi shu jarayonda ikki xil yo'nalish meni oldimda turardi. Birinchisi tarix bo'lsa, ijtimoiy fanlar, gumanitar fanlar, ikkinchisi shu matematika, fizika, informatika, aniq fanlar turardi. Buncha yillik o'qishlardan, qiziqishlardan kelib chiqqan holatda matematikani tanlashga qaror qilganman. Agrar universitet qoshidagi akademik litsey bor. Shu litseyga aniq fanlar yo'nalishiga, ya'ni mexanik yo'nalishi bo'yicha topshirganmiz. Buning natijasida akademik litseyni imtiyozli ravishda tamomladim. Chirchiq davlat pedagogika universitetiga bakalavr sifatida qabul qilindim. Undan so'ng shu Chirchiq davlat pedagogika universitetida 4 yillik bakalavr o'qish davomida shu ustozlar bilan birgalikda ko'plab qiyinchiliklarni yengib o'tdik, birgalashib yangidan-yangi narsalarni o'rgandik. Endi keyingi masala turardi, yoki davom ettirish o'qishni yoki uyga qaytib ketish. O'zim oilada bitta farzand bo'lganligim uchun birinchi navbatda uyga qaytish rejasi bo'lardi. Keyinchalik shu ustozlarning mehri bilan, yo'l yorug'i, o'qishdagi mehnatlari natijasida o'qishni davom ettirishga qaror qildim va aynan shu Chirchiq davlat pedagogika universitetini bitirgan yili shu universitetda aniq va tabiiy fanlar
fanlarni o'qitish metodikasi matematika yo'nalishi magistraturasiga o'qishga topshirdim. O'qishga qabul qilinib, shundan keyin 2 yil davomida o'sha o'zimiz o'qitgan, o'zimiz bilgan o'qituvchilar, bundan tashqari boshqa professor o'qituvchilar bilan birgalikda o'zimizni ilmiy ishlarimizni boshladik. Hozirgacha mana ilmiy ishlarimiz davom etyapti. Ustozlar bilan birgalikda ilmiy o'quv jarayonlariga oid bo'lgan turli xil masalalarni yechib, o'rganib, magistratura bosqichini ham muvaffaqiyatli tamomlab, 2013-yilda shu Chirchiq davlat pedagogika universiteti matematika va informatika fakulteti matematika o'qitish metodikasi va geometriya kafedrasiga o'qituvchi sifatida qabul qilindim. Faoliyatim davomidagi birinchi karyera sifatida qabul qilaman. Eng katta karyera sifatida, albatta undan oldin maktabda ish faoliyatini olib borganman. Bundan tashqari shu universitetda ilmiy tadqiqot ishlari bo'limida muhandis sifatida ishlaganman, lekin asosiy katta hayotga shu ilmiy jihatdan qo'ygan qadamimiz fakultetda matematika o'qitish metodikasi va geometriya kafedrasi deb bilaman. O'qituvchi kasbida ishlaydiganlar juda ham bir yaxshi notiq bo'lishi kerak-da. Hozir mana gapirib beryapsiz, haqiqatdan ham so'zamonlik, notiqlik bor-da. Aksariyat ta'lim muassasalarini ko'ryapmiz, kuzatyapmiz, hattoki o'rta ta'limni ham olib qaraydigan bo'lsak, erkak o'qituvchilarning kamligi, ya'ni ayol o'qituvchilarning nihoyatda ko'pligi bilan bu ma'lumotlarni kuzatishimiz mumkin-da. Mana shu erkak o'qituvchilarni talabalar tezroq tushunishga harakat qilishar ekanda, ularni berayotgan darslarni, o'gitlarni, statistika bo'yicha ma'lumot olib qaraydigan bo'lgan bo'lsak, o'sha erkak o'qituvchi dars berayotganda diqqat ko'proq jalb bo'lar ekan o'qituvchiga nisbatan. Savolingiz to'g'ri tushdi. Sababi men o'zim ham erkak o'qituvchi qo'lida tarbiya topganman. O'sha boshlang'ich sinfdan boshlab toki shu o'quv jarayonlarigacha bo'lgan, hozirgi kungacha bo'lgan jarayonda asosan erkak o'qituvchilar bilan ko'p ishlaganman. 1-sinfdan 4-sinfgacha hozirgi kunda qaraydigan bo'lsak, maktablarimizda erkak o'qituvchini topish qiyin deyarli. Shu Parkent tumanidagi 44-maktabda o'qigan bo'lsam, shu 4-sinfgacha erkak o'qituvchi qo'lida tarbiya topganmiz. Albatta, erkak o'qituvchi bilan ayol o'qituvchini orasidagi farq albatta bo'ladi. Bu borada boya aytib o'tdim, bobomlar bilan ham ko'p tortishardik. Sababi erkak o'qituvchi bor joyda tartib, intizom asosan kuchli birinchi o'ringa qo'yiladi. Tartib, intizom birinchi o'ringa qo'yiladi. Endi ayol kishi bo'lgandan keyin ayol kishi endi baribir xohlaymizmi, xohlamaymizmi onada. Ona bo'lgandan keyin farzandini urishgisi kelmaydi, koygisi kelmaydi yoki bo'lmasam qattiq gapirgisi, farzandga yaxshi bo'lsin deydi-da. Qattiqqo'llik bir muncha pastroq. Endi albatta ba'zi o'qituvchilarimiz bor, ayol o'qituvchilarimiz, ularda qattiqqo'llik yetarli, dars jarayonlariga yondashish yetarli, lekin baribir erkak o'qituvchilarda qanaqadir bosim bo'ladi. O'qib turgan jarayonda o'quvchida erkak o'qituvchi baribir oldida tursa, qanaqadir bosim, hadiksirash, o'sha intizom, qattiqlik bo'ladi baribir. Hozirgi kunda baribir erkak o'qituvchilarning o'rni haqida ko'p gapirildi. Hozirgi kunda barcha maktablarga erkak o'qituvchilarni qaytarish bo'yicha ishlar amalga oshirilib borilmoqda. Bunga sabab qilib ko'rsatish kerak, bolalarimiz yumshoqlashib ketdi. Maktab jarayonidan mana universitetga keladigan bolalarimiz bor. Bolalar yumshoqlashib ketdi. Nihoyatda yumshoqlashib, qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, xarakterlari yumshab ketdi. Endi erkak o'qituvchilarni maktabga, universitetga yoki professional ta'limga qaytarishdan maqsad mana shu jarayonlarni ham oldini olish. Haqiqiy o'quvchilarni o'zini holatini shakllantirish. Qanaqa holatda bo'lsa, shunday holatda professional ta'limga yoki oliy o'quv yurtiga yetkazib berish, ya'ni o'quvchi holatda. U endi o'g'il bola bo'lsin, qiz bola bo'lsin, qanaqa jins vakili bo'lishidan qat'iy nazar, qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, komillikka qaratgan holatda yetkazib berish hisoblanadi. Bilasizmi, yosh talabalar yosh o'qituvchilarni qabul qilishi juda ham yengil kechadi. Chunki yoshlarda kreativlik kuchli-da. Siz ham yosh o'qituvchi sifatida mehnat qilayotgan ekansiz. Demak, darsga kirdingiz. Talabalar bilan ishlash jarayoni qanday kechadi? Endi dars jarayonlariga keladigan bo'lsak, birinchi navbatda har doim tartib, intizomni qo'yamiz biz. Tartib, intizom bo'lgan joyda bilim, malaka, ko'nikma yaxshi bo'ladi. O'quv jarayoniga kirgan paytda albatta aytib o'tganingizdek, talabalar yosh o'qituvchilarni
ba'zi jarayonlarda qabul qilishi oson bo'ladi, ba'zi jarayonlarda qiyin bo'ladi. Endi bunga sabab asosan endi universitet bo'lgandan keyin tengqurlar chiqib qolishi mumkin orasida. Ba'zi sirtqi talabalar bo'lishi mumkin, yoshi kattaroq bo'lishi mumkin. Mana shularni inobatga olgan holatda dars jarayonlariga kirgan paytda o'qituvchi o'zini turlicha tutishi kerak-da. Har doim bir xil tutsa ham bo'lmaydi. Masalan, sirtqi talabalarga kirganda boshqacha holatda kirish kerak, kunduzgi talabalariga boshqacha holatda, kechki talabalariga boshqacha holatda. Va eng asosiysi o'qituvchi o'sha qaysi darsga kirayotgan bo'lsa, qaysi dars jarayoniga olib borish uchun mas'ul bo'lsa, shu dars jarayoni uchun tayyorlanib, albatta, o'sha dars materialini chuqur o'rganib chiqib, dars materialini o'rgangandan keyin o'quvchilarga albatta savollar hayotiy bo'lish kerak, albatta. Nima sababdan? Sababi dars jarayonida talabalarni o'ziga jalb qilish kerak. Ana shuning uchun ham albatta dars jarayoniga kirishdan oldin albatta tayyorlanib, shundan so'ng auditoriyaga kirsa, o'quv jarayonlarida o'sha talabalarni o'ziga jalb qilishi, bundan tashqari dars jarayonlarini samarali, muvaffaqiyatli va qiziqarli o'tishiga sabab bo'ladi. Talabalar bilan ishlashchi qanday? Masalan, bilimga chanqoq bo'lgan talaba yoshlarni baribir o'qituvchi ko'proq kuzatadi va u bilan ko'proq ishlashga harakat qiladi. Hamda u talabalarda ham shunday bir ko'nikma bo'ladiki, o'qituvchi bilan ko'proq bahslashgisi keladi, to'g'rimi? To'g'ri, unaqa talabalar barcha universitetlar, barcha oliygohlarda mavjud. Bizda ham nihoyatda ko'p unaqa talabalarimiz. Endi birinchi navbatda bu o'qituvchi uchun ham, talaba uchun ham yaxshi holat hisoblanadi. Nima sababdan yaxshi holat? Sababi talaba birinchi navbatda bilmagan narsasini, tushunmagan narsasini o'rganishga harakat qiladi. O'qituvchi bo'lsa, keyingi darsga mana shu talabalar o'qiydigan guruhga tayyorlangan holatda kuchli savol-javoblarga tayyorlanib, o'sha beriladigan mavzu bo'yicha barcha materiallarni o'zi uchun kerakli narsalarni bilib kirishga harakat qiladi. Endi ular bilan o'tkaziladigan savol-javoblar jarayonida albatta barchamiz insonmiz, xato qilamiz. Bundan inkor qilib bo'lmaydi. Bu jarayonlarda endi shunday vaziyatlar kelib qoladi. Ba'zi jarayonlarda juda ham murakkab va mantiqiy savollarga duch kelib qolamiz. Endi bu savollarni noto'g'ri javob berishdan saqlanishimiz kerak bo'ladi. Pedagoglarga birinchi navbatda beriladigan maslahat, ya'ni o'sha savolga qanday bo'lsa ham javob berish, ularni bilimli qilib yetkazib berish hisoblanadi. Endi savollarga keladigan bo'lsak, o'sha qanaqadir murakkab savollar keladigan bo'lsa, talabalar bilan o'zaro maslahatlashgan holatda birgalashib yechishga urinib ko'riladi. Albatta bu jarayonda muvaffaqiyatsizlikka uchraydigan bo'lsak yoki qanaqadir vaqt masalasi bo'ladi bizda, vaqt yetmaydi, tanaffus bo'lib qoladi. Shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, uni javobini chalamas, to'liq qilib yetkazish uchun albatta talabalarimizga aytamiz, shaxsan o'zim aytaman, o'rganib kelib, kelasi darsga tushunarli, sodda va sifatli qilib yetkazib berishga harakat qilaman deb talabalar bilan kelishgan holatda darsni yakunlaymiz. Bu albatta o'sha noto'g'ri berilgan javobdan yoki bo'lmasam chala yoki yetarli bo'lmagan javobdan birmuncha yaxshi deb o'ylayman o'zim. Demak, sizni mana shu soha bo'yicha qilayotgan ilmiy ishingizning mavzusi. Shu soha bo'yicha qilayotgan ilmiy ishim screencasting texnologiyalari vositasida talabalarning mustaqil o'quv faoliyatini rivojlantirish deb nomlanadi. Bu ilmiy ishni olishimizdan maqsad birinchi navbatda hozirgi kunda bildik, pandemiya bo'lib o'tdi bizda. Pandemiya davrida ko'rdik, barcha universitet, bundan tashqari maktab, boshqa oliy ta'lim muassasalari hamda deyarli barcha davlat tashkilotlarida ish jarayonlari onlayn tizimga o'tkazildi. Endi shu jarayonda aynan o'zimiz yurtimizda mana shu onlayn o'quv jarayonlariga bo'lgan qarash birmuncha o'zgardi. Sababi bizda shu kungacha onlayn o'qish yoki bo'lmasa mustaqil ta'lim degan tushunchalar ko'p yangramagan edi, ko'p joylarda aytilmagan edi va foydalanilmayotgan edi. Pandemiya davrida talabalarni o'qitish kerak, maktabdagi o'qituvchilarni o'qitish kerak, o'quvchilarni o'qitish kerak. Endi bu jarayonlarni olib borishimiz uchun yangi texnologiyalar, yangi uslublar, bundan tashqari yangi metodikalarni kirgizishimiz kerak edi. Aynan shu jarayonlarda bizda birinchi navbatda kirib kelgani bu video darslar bo'ldi. Barchaning xabari bor. Video darslar orqali o'sha o'quv jarayonlari olib borildi. Undan keyin turli xil
platformalar yuzaga kelib chiqdi, platformalar yaratildi, ular orqali o'quv jarayonlari tashkil etildi. Lekin aynan birinchi qadam shu video darslar bo'ldi. Sodda qilib misol qiladigan bo'lsak, maktab ta'limida ham birinchi navbatda video darslar qildi. Endi televideniyada ham berdi o'sha video darslarni. Mana shu orqali o'quv jarayonlari olib borildi. Bizning ilmiy ishimiz ham mana shu video darslarga yaqin hisoblanib, o'sha screencastlar, ya'ni ekran yozuvlari orqali olib boriladigan jarayonlar orqali olib boramiz ilmiy ishimizni. Bu video darslarga birmuncha yaqin, deyarli video darslarga o'xshab ketadi desak ham bo'ladi. Asosan o'sha ekranda olib borilgan video yozuvlarni yozib olgan holatda talabalarga, o'quvchilarga ularning mustaqil ta'lim olishlari uchun yetkazib berish hisoblanadi. Bu jarayonda screencastlar orqali o'quv jarayonini tashkil etishda bizda birinchi navbatda o'sha moddiy texnik baza talab qiladi biz uchun. Albatta hozirgi kunda moddiy texnik bazadan muammo barcha universitetlarda yo'q deb o'ylayman. Sabab barcha universitet, institut, ilmiy tekshirish institutlari va barcha davlat tashkilotlari eng yangi rusumdagi kompyuterlar bilan va boshqa ko'plab o'quv jarayoniga kerakli bo'ladigan narsalar bilan ta'minlangan, ta'minot bilan ta'minlangan deb aytsak bo'ladi. Endi bu ta'minot bilan ta'minlangandan keyin bulardan biz foydalanishimiz kerak. Aynan foydalanishimiz uchun biz o'sha screencastlarni oldik ilmiy ishimizda, ya'ni o'sha kompyuter orqali ekran yozuvlari, ya'ni dars o'tgan holatda ekrandagi yozuvlarni yozib olib, talabalarga, o'quvchilarga taqdim etish. Ularning darsdan tashqari mustaqil ravishda ham o'quv jarayonlarini olib borishiga ko'maklashish. O'sha dars jarayonida qanaqadir dars joylarini tushunmaydigan holatlar bo'ladigan bo'lsa, mana shu tushunmagan joylarini keyinchalik talabalar yoki o'quvchilar video dars orqali ularni ko'rib, o'rganib davom ettirishlari mumkin bo'lishini inobatga olgan holatda ushbu ilmiy ishimizni tanlaganmiz. Bu ilmiy ishingizni ahamiyatli darajasi juda ham katta ekan. Yaxshigina ilmiy ishingizni muvaffaqiyatli yoqlab olishingizga biz ham katta umid bog'lab qolamiz. Rahmat. Keling, siz bilan suhbatlashsak.